Ha, o'sha Eleonorani uyiga olib borganman. To'g'risi mikrorayonni Jasmindan kirganda unda trolleybuslar bo'lardi. O'sha tennislik kortda tushib qolib, o'sha yerdan kirganmiz. Keyin ayamlarni ham o'sha yerga olib borganman. Uni onasi bilan gaplashib, qizing yaxshi daromad qilyapti, qiziqishi bor, eplab ketadi deb haligi ayol ayamlarga tavsiya bergan. Men ham qizimni qo'llab-quvvatlayapman degan. Keyin u paytda haligina bo'lardi. Nima deydi? Prezentatsiyalar qilish uchun narsaga borilardi. Kvartiralarga borib, ayollarni yig'ib, yuzlariga surtib, ko'rsatib, ana qilinardi. Keyin har bitta unga zakaz urayotganda ballarini daftarga yozib, unda qog'ozga yozib, sponsor uyiga, o'sha Eleonora uyiga olib borilardi-da. O'sha yerga ayamlar bilan borib, ayamlar o'shandan shundan keyin $100 zakazga pul berganlar, o'sha оборотda qilganman. Shunaqa qilib kompaniyaga kirib kelganman.